Assalomu alaykum, hurmatli gruppadagilar, kanalimiz a'zolari, YouTube a'zolari. Xo'p, yangi kelgan mini traktorimizni qo'shimchalarini yana bir bor tushuntirib o'taman. Ko'pchilik yaxshi tushunmayapti. Oldiga jatka uchun alohida nasos o'rnatilgan, mana alohida nasos o'rnatilgan. Bu zavodskoy bo'lib kelgan. Akkumulyator, katta akkumulyator, 45 amperlik. Xo'p, rushnoy tormoz o'rnatilgan. Anaqalar original datchiklar. Filtr original. Original 1105 motor, o zavodskoy. Xo'p, orqa baloni eskilarga nisbatan 10 sm baland, katta balon. Xo'p. Tormoz alohida qisqa joydan burilish uchun ikkita balonga alohida bitta qilib bossa ham bo'ladi, ikkita qilib bossa ham bo'ladi. Xo'p. Metallari baquvvat. Metallar ancha baquvvat mana. Agri Globi 180 eslab qolasizlar. Gulustiri ovoz pasaytirgichi katta qilingan. Mana. Katta qilingan, sabab ovoz sekin chiqish uchun. Bu past 40 sm. 40 sm. Endi 40 sm. Eni ham qalinroq. Xo'p, yana nima? Frizasi 24 talik. 24 tayda. 24 ta friza tishi 24 talik. 123 sm. Eni frizan eni 123 sm. 24 ta pichoqlik bu. 22 talik emas, 24 ta pichoqlik. Eni 123 kengayadi baloni. Kengayishi. Bu uzunroq. Eskilarga nisbatan. Orqasiga ham hamisi alohida nasos, oldiga alohida nasos jatka uchun. Xo'p. Mana enshalarimiz baquvvatidan qo'yilgan. Mana ham oldiga jatka ketib, ham orqaga mana. Mana shu o'zini ko'rsatsangiz bo'ladi. Sifat bo'yicha nomer 1 ancha baland. Mana. Ko'pchilikka nima farqi bor? Farqini kelganda tushunadi. Ko'radi, farqini o'shanda tushunadi. Mana frezasini endi to'liq 123. Freza tishlar 24 talik. Shuni bilib olinglar, akalar, ukalar. Xo'p. Mana baquvvat, ancha metallari baquvvat. Agri Globi 180. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani. Ana shu nomerlarga chiqilaveradi. Yusuf Motoda. Mana eski modeli, mana filtr anaqalarini ko'rib olsanglar bo'ladi, farqini. Bemalol. Bunga ikkitalik plug frezasi qo'shib beriladi ichida. Jatka alohida faqat. Bunga kartoshka kovlaydigan apparat o'rnatsa bo'ladi. Yeryong'oq kovlaydigan apparat o'rnatsa bo'ladi. Yana qo'shimcha narsalar o'rnatsa bo'ladi. Kvadrotsikllarimizdar ham bor hali. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomerlarini ekranga qo'yib qo'yaman. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani. Qashqadaryo Yakkabog' Perkurskadan 3,5-4 km yurgan o'ng qo'lda bitta Mevazor yozib turibdi. Yakkabog' Med kollejidan 8 km yurganda chap qo'lda o'sha Mevazor yozuvini oldida prezident maktabi bor. Yusuf Moto 90lik 005 41 45. O'zingizga chiqaverasizlar 90lik 370 02 80. Hamma texnikalarimiz bor. Katta traktorga yeryong'oq bo'ladigan apparatimiz kelgan. To'r g'ildirak tortadigan traktorimizdan ham bor, orqa g'ildirak tortadigan katta traktorlarimizdan ham bor ichkarida. Boshqa barcha texnikalarimiz bor. Akalar, ukalar, joninglar sog' bo'lsin, kelaverasizlar. Umringlar uzoq bo'lsin.